Voy. Voy. Soat nechi bo'ldi? Kompyuterimiz yaratib tugab qopti. Soat 8:30 bo'libdi. Voy, maktabga borish kerak. Yuzimni yuvay. Ochil. Kir, maktabga borish kerak. Xo'p, hammaga salom, nasılsizlar bilan? Har doimdek sizlar bugungi videomizda maktab hayoti 4-qism yangi qishloqqa ko'chib keldik. Va birinchi soat nima edi? Hozir ko'ringchi. Birinchi soat ona tili ekan. Xo'p. Olamiz va bunisi ham olamiz, bunisini ham kiyimlarimizni kiyamiz. To'xtanglar, birinchi kiyimni kiyay. Adashib ketdim. Albatta do'stlar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar, chunki yaqinda biz 80 ta bo'lamiz. Hammaga rahmat, 50 tadan oshdik. Tezroq borish kerak, ustoz so'radi, tezroq borish kerak. Bitta go'sht yeyman. Go'sht. Bo'ldi, o'zimga turadi, ketdik. Bo'ldi. Kitobni olamiz, ketdik. Go. Kompyuterimni zaryadi tugab qopti. Kechqurun montaj qilgandim video, o'shanga kompyuterimni zaryadi tugab qopti. Davay, go. Let's go. Albatta do'stlar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Ketdi. Hechkim yo'qmi? Yo'q, ketdik. Do'stlar, bu direktor xonasi. Men yangi qishloqqa ko'chib keldim. Yangi maktabim. Kiyim xonasi. Xo'p. Tarix emas, birinchi soat. Go, let's go. Tarix emas. Voy, bilat. Hojatxona ekan, qiz bolalarniki. Sport zal. Tez. Birinchi soat ona tili edi. Adashmasam ona tili. Ona tili xonasi. Fizika bizda yo'q hali. Biz kichkinamiz. Bu ham kattalarniki ekan, hojatxona kattalarniki. Xo'p, qani endi? Xo'sh. Yana fizikami? Majlis xonasi ekan. Qani ona tili xonasi? Birinchi marta mana ona tili xonasi. Ustoz kirsammi? Kiraver. Mana. Ustoz, men yangi keldim. Xush kelibsan maktabimizga. Kel, birinchi partada o'tir. Bo'pti, rahmat. Mana o'tirdim. Bugun nima yozamiz? Kitob bilan daftaringni ol, aytaman. Xo'p, mana kitobim, mana daftarim. Xo'p, yoz. Nima? Xo'p, yoz. O'zing xohlagan ikkita ona tilidan nima desam bo'ladi? Xo'p, tezroq ayting. Ona tilidan ikkita misol yoz. Ikkita nima, masalan, ikkita misol emas, просто nima? Ustoz adashib ketdi-da. Ikkita, xo'p, nima edi ismi? Nima yozamiz endi? Ona tili, millatning boyligi
Maqol, ha, maqol. Endi esimdan tushdi. Ustozni ham sizda yo'q shekilli. Nima deyapsan, men hamma narsani bilaman. Uzr ustoz, sizni aytganim yo'q. Eshitib qopti. Va hop. Mana hop, merosdir. Bo'ldi, birinchisi bo'ldi, ikkinchisi. Hop, har bir inson o'z ona tilini hop sevib uni avaylagan yo'q, noto'g'ri ketdi. Avaylagan emas, avaylash kerak. Biladi. Avaylash kerak. Bo'ldi ustoz. Qani olib kelchi. Hop, mana. Kundaligimni ham beraymi? Ha, ber. Hop, mana kundalikim qani? Mana kundalik. Mana nima? Hop, men shu yerda turaman endi. Hozir men o'qib beraman. Hop, o'qing ustoz. Ona tili millatning boyligi va ma'naviy merosidir. Chotki. Har bir inson o'z ona tilini sevib, uni asrab boylash. Ustoz, boylash emas, avaylash. Ha, uzr. Ko'zim o'tmay qoldi. Avaylash kerak. Bo'ldi. Bo'ldimi ustoz? Ha, olaver. Bo'libdi. Ustozni ko'zi ko'r ekan. Nima deyapsan, meni ko'zim ko'r emas, ahmoq. Uzr ustoz. O'zingni pishirib yegin. Bo'pti ustoz, boshqa qilmayman. 5 yaxshi. Hop. Endi o'tiramizda. Bo'ldimi ustoz, boshqa hech nima yozmaysizmi? Yo'q, yozmaymiz. Hop. Jiring. Mana. Tanaffus bo'ldi. Tanaffus bo'ldi. Endi hojatga borib keling. Bular informatikani qaranglar, domlash yerda shekilli domlasin. Katta hojatxona kattalarniki, hop. Kichkinalarnikiga boramiz. Matematika, ikkinchi soatimiz nima? Tarixmi? Mana hojatxona qiz bolalar. Mana hozir men tualetga chiqib kelay, hojatga chiqib kelay. 1 sekund. Tung bo'ldi, ketdik. Endi jiring. Dars boshlandi. Nima dars? Darsimiz nima? Hey. Tarix. Tarixxonasi yerda. Direktor xonasini chiqibman. Qoch. Direktor xonasini ochib qo'yibman. Mana tarix xonasi. Assalomu alaykum ustoz, kirsam mumkinmi? Kiraver. Hop. Ustoz, men yangiman. Ha, xush kelibsan. Kel. Hop, mana bu yerda o'tiramiz. Hop, bugun mavzu nima ustoz? Mavzu yozmaymiz bugun. Chunki sen birinchi marta maktabga kelyapsan. Sen birinchi sinf bolasan.
Xo'p, nima yozamiz bo'lmasa, tarixdan xohlagan narsangni o'zimga gapiryapman. Hoy, nima deyapsan? Bo'ldi, eshitma ustoz. Nima yozamiz? Tarixdan xohlagan narsangni yoz o'zing. 2 3 qatordan bo'lsin. 2 3 qatordan so'z yoz. Bo'pti, go. Xo'p. So'z qanaqa so'z? To'xtanglarchi bo'ldi. So'zmi? Xo'p. O'sha bitta 2ta nima yoz? Xo'p. Maqol yoz, maqol. Zo'r bo'lsin lekin. Bo'pti, ustoz. Bo'pti. Xo'p. Nima yozamiz? 1. Amir Temur 1336. Hozir yozib yana videoni davom ettiraman, chunki cho'zilib ketadi. Asos olgan mana birinchi tayyor, endi ikkinchisi 1939-yilda 1945 yillarda bo'lib o'tgan va dunyodagi eng yirik urushlarda biri hisoblanadi mana. Bo'ldi ustoz. Qani opkechi, qani ko'raylikchi. Qanday yozibsan? Muammo emas. Let's go. Hop. Kundaligimni ham beraymi? Ha, berur. Hop, mana. Mana ustoz. Bo'ldi, olaver. Bo'ldizmi? Hop. Mana qani. Hop, mana kundalik. Rahmat ustoz. O'tir joyingga arzimaydi. Hop, bo'ldi. Uyga WhatsApp berasizmi? Yo'q, keyingi safar beraman, chunki sen birinchi marta kelyapsan. Hop, chokki. Jiring. Hop, ketdik. Tanaffus bo'ldi. Partadan tush. Ustoz, uzr mana. Qoch. Qoch. Darsimiz nima endi? Matematika xonasi qayerda edi? To'g'ri ekan. Xo'p, hali choy yeymiz, choy debman. Xo'p, choyni uyda yeymiz. Prosta hozir qornimizni to'ydiramiz, shu yerda o'tirib. Mana bu yerda o'tirib. Nam. Jiring. Klass bo'ldi. Test. Hop, ketdik. Ustoz kirsammi? Kiraver. Matematika. Mana kirdim. Mana yaxshi. Partalar qani? Ustoz, partalar qani? Bu partalarni olib ketishdi. Majlis bo'lyapti. Siz bormadingizmi?
Yo'q, hozir endi boraman. Senga bir ikkita misol qil bo'ldi. Keyingi safar ko'p qilamiz. Xo'p, bo'ldi ustoz, mana xo'p yerga o'tiramiz. Daftaringni ol bo'ldi. Xo'p, mana daftarim. Yoz. 100 kara 100. 100 kara 100 deyapman. 100 plus 100. Ya ustoz, nima deyapsiz? 100. Muammo emas, javobi 100 plus 100 teng 200. Xo'p, Shunaqalardan bir ikkita qil. xo'p, yana osonlardan qilamiz do'stlar. 50 plus 40 teng 90. Xo'p, 10 plus 20 teng 30. 50 plus qani? Plus 20. Ye? 30. Xo'p. 50 plus 20 teng 70. Ustoz, bo'ldi. 4 qildim. Bo'ldi, yetadi. Ketur. Ustoz, bir marta ko'ring, to'g'rimi? To'g'ri emasmi bilmayman-da mana. Xo'p, bitta turamiz. Bo'ldi. Bo'ldi, olib ketur. Ustoz. Kundaligimni ham beraymi? Yo'q, kompyuterimda qo'yaman. Kundaligimda qo'yaman. Bo'pti ustoz, rahmat. Necha qo'yasiz? 4 qo'yaman, 4. Chunki xatingni chiroyli qil. Bo'pti. Men ketdim. Ustoz, tanaffus bo'lmadi, ketaveraymi? Ha, ketur, hozir men majlisga boraman, shoshilyapman. Xo'p, bo'pti, uyimizga boramiz endi, shoshilamiz. Uyga ket, uyga. Go. Uyga ketamiz. Ketdi, uyga. Men Let's go. Yeah. Ketdi. Xo'p, narsalarimizni almashtiramiz. Narsalarimizni yechib qo'yamiz joyiga. Adashib ketibman. Qani endi, mana. Maktabga boradigan kiyimlarim. Xo'p do'stlar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Chunki biz yaqinda 80 ta bo'lamiz. Albatta videoga like bosishni unutmanglar. Hammaga xayr, sizlar bilan Kazi bo'ldi.